Jahon chempionati 2026 saralashi O'zbekiston Eron bilan o'yinda g'alabani qo'ldan chiqardi. Forslar muddatidan avval Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini olishdi. Jahon chempionati 2026 hal qiluvchi saralash bosqich 8-turi doirasida markaziy o'yinda O'zbekiston milliy jamoasi Eronda 2 marta hisobda oldinda borib, g'alabani saqlab qola olmadi. Tehrondagi Ozodiy stadionida o'tgan uchrashuvning 16-daqiqasida Hojimat Erkinov Farruh Sayfiyevning uzatmasidan keyin hisobni ochib, milliy jamoamizni tanaffusga olib chiqdi. Tehrondagi Ozodiy stadionida o'tgan uchrashuvning 16-daqiqasida Hojimat Erkinov Farruh Sayfiyevning uzatmasidan keyin hisobni ochib, milliy jamoamizni tanaffusga g'olib sifatida olib chiqdi. 1-0. Ammo ikkinchi bo'limning dastlabki daqiqalarini hujumdan boshlagan mezbonlar 51-daqiqada Sardor Azmunning pasi va Mehdi Tarimining kuchli zarbasidan keyin hisobni tenglashtirishdi. 1-1. Stadion bu golni nishonlashni hali to'xtatmay turib, Abbosbek Fayzullayev uzoq masofadan yo'llagan zarbasi bilan jamoamizni yana hisobda oldinga olib chiqdi. Ammo Temur Kapadze shogirdlari 13 yildan keyin takrorlanishi mumkin bo'lgan g'alabani saqlab qolisha olmadi. 83-daqiqada Taremi himoyadagi palapartishlikdan foydalanib dublga erishib, Eron uchun muhim bo'lgan gol muallifiga aylandi. 2-2. Shu tariqa forslar o'ziga kerak bo'lgan durang evaziga ochkolari sonini 20 taga yetkazib, muddatidan avval Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini qo'lga kiritdi. O'zbekiston esa 17 ochko bilan ikkinchi o'rinda bormoqda va mundialga juda yaqin turibdi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, agarda Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreyaga hozirda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan o'yinda yutqizib qo'ysa, biz to'g'ridan-to'g'ri Jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini saqlab qoldik. Ya'ni eng asosiy raqibimiz Birlashgan Arab Amirliklari keyingi 2 turni g'alaba bilan yakunlasa ham, biz Jahon chempionatiga chiqa olamiz. Ikkala uchrashuvdagi g'alaba ham Birlashgan Arab Amirliklarini Jahon chempionatiga olib chiqa olmaydi. Ulardan bittasi bizga qarshi, bittasi esa Qirg'izistonga qarshi bo'lib o'tadi. O'zbekiston ham, Qirg'iziston ham oxirgi turlarni albatta boy berishni xohlamaydi. Ko'ramiz bu yog'iga. Inshaalloh terma jamoamiz birinchi bor Jahon chempionatiga chiqishini nishonlaymiz deb umid qilamiz.